Bugungi uy proyektimiz mana shunday ko'rinishga ega. Ya'ni bunday uyimizni qurishga 4,5 so'tlik joy kerak bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishga ega do'stlar. Mana bu darvozaxonamiz 4,5 metr eniga. To'g'rimizda bir mehmonxona joylashgan. Endi men buni mehmonxona qildim. Odamning o'zining xohish istagiga bog'liq. Xohlasangiz oshxona qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz mehmonxona. Xohlasangiz bolaxona qilsangiz bo'ladi, bolalar uchun. Va bu xonamizdan keyin общий vannamiz joylashgan. 2 xonali, kiraverishda razdevolkasi bor va undan keyin katta vannamiz joylashgan. Общий razmerlarini video oxirida ko'rsatib o'taman do'stlar. Va bu yoq tomonimizda eshikdan kiraverishda o'ng qo'limizda spalni joylashgan. Kiraverishimizda mana spalnimiz joylashgan. Endi men o'zim shunday qilib qo'ya qoldim. Qanday jihozlash, qaysi xonani qanday nima qilish har bir odamning o'ziga bog'liq. Endi men misol keltirgan holda qilib qo'ydim bu narsani. Mehmonxonamiz bu. Mehmonxona qilib joyladim. To'g'rida mana oshxonamiz bor. Oshxonaning razmerlarini video oxirida ko'rsatib o'taman do'stlar. To'g'rida kiraverganimizda koridor oxirida o'ng qo'lda kichkinagina bo'lgan sanuzelimiz joylashgan. 1.70 ga 1.70 sanuzel. Fortichkamiz. Sanuzelimiz yonida ham spalni qilib qo'ya qoldim. Darvozaxonadan kiraverishdagina oshxona qilsangiz ham bo'ladi. Yozgi oshxona deydimi. Va bulardan keyin oxirimizda mana 2 metr joyimiz bor. Shunday. Mana shunday do'stlar. 3D ko'rinishi mana shunday holatda ko'rinishga ega. Va chizmasiga o'tsak. Chizmasi mana bunday ko'rinishga ega do'stlar. O'sha uyimizning joyi 25-30 ga 18 metr joyini tashkil etadi. Mana hamma razmerlarini ko'rishingiz mumkin. Yana do'stlar, bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga o'tib, bu chizmani to'liq variantini Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin do'stlar. Mana bu yerda hamma rasxodlargacha yozilgan. Devorimiz eniga qalinligiga 40 cm, eshigimiz 1.20 ga 2. Ichkari bir tabaqali eshiklar 80 ga 1.90. Rom derazamiz 1.5 ga 1.60. Kichkina fortichkamiz 60 ga 80. G'ishimiz общий mana shunday to'liq tomiga yetgunga qadar paltarashga g'ishimizdan 90 mingta hisobladim men. 90 mingta ketadi. 2 mingta nari berisi bilan 90 mingta ketadi. Do'stlar, savol va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Telegram kanalimizga ham albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Kim uyini chizmasini 3D variantida ko'rishni xohlasa, Telegram kanalimizga tashlashlari mumkin. Chizib berishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha, xudo xolasa. Do'stlar, bizning kanalimizdan uzoqlashmang.